Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darsuna min akhlaqi ramadaniyyah ad-du'a. Bugungi darsimiz duo. Ro'zaning qaysiki Ramazon ro'zasining hukmlarini bayon qilib kelgan oyatlar orasida bir begona oyat keltirilgan. Begona deyishimizning sababi ro'za ahkomlariga oid bo'lmagan oyat o'rtaga tushib qolgan. Bu oyat A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallohul azim. Baqara surasida ushbu oyatgacha kelgan oyatlarda ham Ramazon ro'zasi ahkomlari zikr qilinadi. Bu oyatdan keyin yana Ramazon ro'zasiga oid oyatlar davom etadi. Orasida bu oyat keldi. Lekin aslida bu oyat begona emas. Chunki Ramazon bu butunligicha duo oyidir. Shuning uchun ro'za haqidagi oyatlarning o'rtasiga Alloh taolo duo oyatini nozil qildi. Va sizdan so'rarlar, va idza sa'alaka, sizdan so'rasizlar bandalarim, deyapti Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga. Va idza sa'alaka ibadi anni, mening bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar, fa inni qarib, bas men yaqinman. Duo qilguvchi duo qilsa, duosini ijobat qilaman. Bas ular ham ijobat qilsinlar va menga iymon keltirsinlar. Shunda shoyatki rushd hidoyat topsalar. Aslida bu oyat karima muallim oyat, ta'lim beruvchi oyat. Bizga duoni ta'limini beryapti. Va banda Robbisiga duo manzilasida qanday manzil, qanday o'rin sohibi ekanligini anglatyapti. Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mening bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar, siz aytingki deyilmayapti hattoki. Alloh taolo bandaga shu qadar yaqinki azizlar, hatto oraga Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham qo'shilolmadilar. Alloh taolo o'z zotini ham o'rtaga qo'shmayapti. Banda va Robbi o'rtasidagi yaqinlik shu qadarki, agar mening bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar, ey Muhammad alayhisalom, men yaqinman dedi. To'g'ridan to'g'ri o'zi aytib qo'ya qoldi Alloh taolo. Siz aytingki demadi hattoki. Fa inni qarib. Men yaqinman. Endi menga duo qilsa albatta duosini ijobat qilaman. Faqat buning uchun duo qilguvchi bo'lish kerak. Ya'ni duo qilguvchi sifat. Bu degani duo qilishni biladigan odam degani. Duo qilishni biladigan odam duo qilsa degani, duoni bilib o'z vaqtida qilsa degani, men uni albatta ijobat qilaman deyapti. Demak, duoni ijobat bo'lishi uchun avvalambor duo qilguvchi bo'lish kerak va duo qilish kerak. Ya'ni duo qilishni biladigan odam bilib turib duo qilish kerak. Bilmagan odam duo qilyapman, Alloh mendan qabul qilmayapti deb Allohdan arazlab yuradi. Holbuki o'zi duoni noto'g'ri qilayotgan bo'ladi. Ad-du'a va ma adrakum mad-du'a. Sizlarga duoni nima ekanligini kim bildiradi? Innahu munajatu al-abd rabbahu. Aw munajatu al-abd li rabbih. Duo bandaning Robbisiga munojatidir. Va xalvatuhu ar-ruhiyya va nafsiyya bihi. Ruhiy va nafsiy Alloh bilan xoli qolishiga bandaning duo deyiladi. Duo shunday bir xulqki, ro'zadorlar u xulq bilan xulqlanishlari lozim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ushbu so'zlarida kelgan: "Salasatun la turaddu da'watuhum." 3 toifa odamning duosi qaytarilmaydi, ya'ni ijobat bo'ladi. Al-imamul adil, adolatlik podshoh. Va soimu hatta yuftira, ro'zador to og'zini ochguncha. Va da'vatul mazlum, mazlumning duosi. Chunki mazlum bilan Robbul alaminda orasida hech narsa qolmaydi, parda qolmaydi. Mazlumning duosidan qo'rqingki, u tezda uning ohi Robbisiga ko'tariladi. Ravahul Ahmad va Tirmiziy va Ibn Majah. Alloh taoloning demak va idza sa'alaka ibadi anni oyati borasida mulohaza qilinadiki, bu oyatda nimaga ishora bo'lyapti? Shunga ishora bo'lyaptiki,
Alloh subhanahu va taolodan so'raydiganlar demak Allohning bandalari bo'ladi. Va idza sa'alaka ibadi anni dedi Alloh taolo. Mendan bandalarim so'rasa degani demak duo qiladigan odamlar Allohning bandalari degan nomga sazovor ekan. Duo qilishlikning o'zi shuni ifoda qiladi. Shuning uchun hadis sharifda payg'ambar alayhisalom aytganlarki, agar banda duo qilmasa Robbisiga Alloh taoloning g'azabi kelar ekan. Banda Allohga duo qilmasa Allohning g'azabi keladi. Va yana bu yerda alohida muhim bir mulohaza shuki, la yadrukha va lan yadrukka illa ibadalloh au ibadulloh, faqatgina bunga Allohning bandalari yetadi. Va hiya qawluhu ta'ala fa inni qarib. Men yaqinman degan ma'noga yoki jumlaga. Alloh taolo duo qiladigan bandalarga o'zining yaqinligini xabar berdi. Fa inni qaribun dedi. Mana shu yaqinlik hadal qurb ar-ruhi va nafsi fi khilwati al-uns billahi la yumkin wasfuha bil ibarat wal kalimat. Mana bu ruhiy va nafsiy bo'lgan bandaning xilvatda Alloh taolo bilan yolg'iz qolib qiladigan duosidagi yaqinlik bu faqat iboralar va kalimalar bilangina bo'lmaydi. Ya'ni bu ko'zlangan duo degani faqat chiroyli gaplarni gapirish, qofiyalarni terish, matn o'qish, chiroyli ovoz, baland ovoz bilangina hosil bo'lmaydi. La ya'rifuha illa man daqaha kama qala shoir. Xuddi shoir ta'riflagandek, bu yaqinlikni faqatgina ta'mini totganlargina biladi. Hamma duo qiladigan odam ham Alloh taologa yaqinlik zavqini his qila olmaydi. Kimki buning zavqini totgan bo'lsa, o'sha his qiladi. Shoir aytayapti: "Va laqad khalawtu ma'al habibi va baynana sirrun araqqu minan nasimi idza sara." Men Habibim bilan xoli qoldim, yolg'iz qoldim va bizning oramizda shunday bir sir borki, u hatto sayr qilgan nasimdan ham ko'ra ingichkaroqdir. Nasim degani daraxtning bargini qimillata olmaydigan darajadagi yengil shabadaga nasim deyiladi. Bu o'ta yoqimli shabada. Nasim shabadasi o'ta yoqimli. Aslida bu nasim hatto daraxtning bargini ham qimillata olmaydi, lekin insonning terisiga, yuziga yoqimli tuyuladi. Bu nasim misolini keltirishda raqiqlik bor. Ya'ni yaqinlikni ifoda qilish ma'nosi kelyapti. Men Alloh subhanahu va taolo bilan shunday yaqin bo'lamanki, duo qilganimda, deyapti shoir. Ya'ni bizning oramizda hatto nasim riqqatidan ham ingichka yoki kichkina joy qoladi, yaqinlik bo'ladi degan mazmunda. Demak, bu oyat karimadagi Alloh taoloning qurbidan murod, yaqinman deyishidan murod ikkita amrda ekan. Birinchisi qurbu ilmihi subhanahu bi sualihim va duaihim va hajatihim. Bandalarning savollari, duolari va hojatlarini demak biladigan ilmi bilan yaqin bo'lishligi. Alloh taoloning demak birinchi qurbi, yaqinligi ilmi bilan bo'ladi. Ikkinchisi esa qurbu ijabatihi li duaihim va tafaddalahu bihi. Bandalarning duosini ijobat qilish bilan yaqin bo'ladi. Demak, Alloh taoloning duo qilgan bandaga qurbi, yaqinligi ikkita ma'noda ekan. Birinchisi ilmining yaqinligi bilan va ikkinchisi esa ijobat qilishining yaqinligi bilan bo'ladi. Va qurb lafzi bir qancha oyat va hadislarda kelgan. Ya'ni yaqin degan lafz. Bularning hammasi yaqinlik Alloh taologa bandaning nafsiy va ruhiy yaqin bo'lishiga ishora qiladi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ning hadisini olib ko'raylik. U kishi aytayaptilar: "Kunna ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam fi g'azot." Biz hammamiz payg'ambarimiz bilan bir g'azotda edik. Faja'alna la nas'udu sharafan va la nahbitu wadiyan illa rafa'na aswatana bit takbir. Biz tepaga chiqsak ham Allohu akbar deb baqirar edik. Pastga tushsak ham tepalikdan Allohu akbar deb takbir aytib ovozimizni ko'tarar edik. Fadana minna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh bizga yaqinlashib keldilar-da, faqol ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum ay irfaqu biha. Bizga yaqinlashib keldilar-da, ey odamlar to'xtanglar, o'zlaringni bosib olinglar degan mazmunda. Ovozlaringni pasaytiringlar dedilar. Va so'ngra fa innakum ma tad'una asamma va la g'oiban. Sizlar eshitmaydigan yoki uzoqdagi zotga duo qilayotganlaring yo'q.
innama tad'una sami'an basiran. Sizlar hamma narsani eshituvchi va hamma narsani bilib turuvchi, ko'rib turuvchi zotga duo qilyapsizlar. Innallazi tad'una aqraba ila ahadikum min unqi rahilatihi aw aqrabu. Sizlar duo qilayotgan zot sizlarga mana bu ulovingizning bo'ynidan ham sizga yaqinroqdir dedilar. Ravohu Ahmad. Ya'ni ulovda ketayotgan odam, masalan otda, ulovda ketayotgan odam otini yugurtirayotganda boshini egib oladi. Chavandozning boshi bilan ulovning bo'yni bir-biriga yaqin keladi. Shamolni qarshiligini kesish uchun. Ya'ni yaqinlik hosil bo'lgan bo'ladi. Mana shu ma'no nazarda tutilyapti. Hatto chopag'onga, chavandozga ulovining bo'ynidan ham Alloh taolo yaqin. Nega ovozlarini ko'tarasizlar demoqchilar. Tepaliga chiqsalar ham, tepalikka chiqqanda ham, pastga tushganda ham takbir aytish bor. Allohu akbar deyish yoki boshqa kalimalarni aytish bor. Ammo bu yerda sahobalar ovozlarini baland ko'tarayotgan edilar. Payg'ambar alayhisalom Alloh taoloning yaqinligini, eshituvchi ekanligini va yaqinligi shu qadar ekanligini bayon qilish uchun bu hadislarni marhamat qildilar. Va yana bunga taalluqlik duolardan biri bandaning sajda vaqtidagi duosidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda sajda qil va yaqinlash degan. Va payg'ambar alayhisalomdan Imom Muslim va Imom Ahmad, Imom Nasa'iy va Imom Abu Dovudlar keltirgan hadisda esa u zot aytdilarki, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih va huwa sajid fa akthiru du'a. Bandaning Robbiga eng yaqin bo'lgan holati sajda holatidir. Unda duoni ko'paytiringlar deganlar. Ya'ni biz nafil namoz o'qiganimizda sajdada xohlagancha uzun duo qilishga haqqimiz bor. Abu Darda radhiyallohu anhu aytgan edilarki, men sajda qilganimda 70 ta do'stimning ismini aytib duo qilaman deganlar. Nafil namozning sajdasida aytganlar, ya'ni. Lekin bir narsadan ogoh bo'laylikki, hadal qurb laysa qurban makaniyan. Alloh taoloning yaqin deyishimizdan bizning tasavvurimizda makon holati kelmasin. Alloh taolo yaqin bu yerda turibdi deyishdan Alloh bizni saqlasin. Fa innalloha azza va jalla munazzahun anil makan. Chunki Alloh taolo makondan pok zotdir. Li'annahu xoliqul makan. Chunki Alloh taolo o'zi makonni yaratgan. Qanday qilib xoliq mahluqining ichiga kiradi? Agar biz Allohni osmonda deydigan odamning gapini eshitsak, Alloh osmonda deydigan odamga savol beramiz. Osmon Allohning mahluqi bo'lsa, qanday qilib xoliq mahluqning ichida bo'ladi? Biz Alloh taologa makon xoslamaymiz. La makan u zot. Masalan, insonning 6 tarafi bor. Alloh taolo bu 6 tarafdan pok zot, xoli zot. Makon yo'q. Alloh taolo yaqin deyishimizdan murod, bu yerdagi qurbdan murod makoniy yaqinlik emas. 1 kilometr, 1 metr yo 5 santimetr degan narsa tushunilmaydi bu yerda. Va huval g'aniyyu an kulli shay. Alloh taolo hamma narsadan behojat zotdir. Qala Alloh taala innalloha la g'aniyyun anil alamin. Albatta Alloh taolo butun olamlardan behojat zot degan oyatda Qur'on ham keldi. Va qala taala yana boshqa oyatda esa ya ayyuhan nas antumul fuqaro ilalloh vallohu val g'aniyyul hamid. Ey odamlar, sizlar Allohga kambag'alsizlar, sizlar Allohga nisbatan kambag'alsizlar. Alloh esa u behojat va maqtovga loyiq zotdir. Inna ijabatad du'a amrun muhaqqaqun la shakka fihi. Duoning ijobat bo'lishi muhaqqaq, aniq. Unda shak shubha bo'lishi mumkin emas. Walakin yulzamu fi zalika amron. Ammo bu yerda ikkita ishni lozim tutiladi. Birinchisi, avvaluhuma ijtinabu mawani'i ijabati du'a'i. Duoni ijobat bo'lishdan man qiladigan narsalardan saqlanishimiz. Masalan, halol yeb harom luqmadan qochishimiz. Payg'ambar alayhisalom bir odamning misolini keltirganlar. Ar-rajulu yutilu safar. Bir odam uzoq safardan keldi. Ash'asa aghbara. Sochi to'zg'igan safar alomati ko'rinib turibdi. Yamuddu yadayhi ila sama. Qo'lini osmonga cho'zyapti. Ya Rob, ya Rob, ya Rob deyapti. Lekin va mat'amuhu haramun va mashrabuhu haramun va malbasuhu haramun va g'uziya bil harom. Yegani haromdan, ichgani haromdan, kiygani haromdan, ozuqasi hammasi haromdan bo'lgan. Fa anna yustajaba lidhalika. Uning duosi qayerdan ijobat bo'lsin? Hamma yog'i harom bo'layotgan bo'lsa dedilar. Ravohu Muslim
va Ahmad va Tirmiziy rahimahumulloh. Alloh hammalaridan rozi bo'lib ularni rahim qilgan bo'lsin. Ikkinchisi esa duoni ijobatiga shoshmaslik kerak. Shundan saqlanish kerak. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Agar shoshmasangiz, shoshmagan biringizning duosi albatta ijobat qilinadi deganlar. Masalan, bir duo qilyaptiki, aytayaptiki, da'awtu falam yustajabli. Duo qildim, duoyim qabul bo'lmayapti deyapti bir odam. Imom al-Buxoriy va Muslim bu hadisni rivoyat qildilar. Va hokazo. Meni duoyimni bu kecha qabul qil, bir soatda qabul qil deb Alloh taolaga vaqt tayin qilmaymiz. Duoyimni tezda ijobat qil deyishimiz ham durust bo'lmaydi. Biz Robbul alaminga duo qilaylik. Robbul alaminning o'zi bizga o'sha duoning ijobati qachon, qanday va qayerda muvaffaq bo'lishini, loyiq bo'lishini, lozim bo'lishini yaxshiroq biladi va bilib turib ijobat qiladi inshaalloh karim. Ya'ni mo'min odam, musulmon odam duoga shunday munosabat bildirsin. Mening duoyim yo darhol ijobat bo'ladi, yo ta'xiran vaqt o'tib ijobat bo'ladi. Necha yildan keyin ijobat bo'lishi mumkin, yoki qiyomat kuni savob o'rniga almashtirib berilishi mumkin. Mana shu 3 ta holat, boshqa holat yo'q. Qiyomat kuni banda tog'larday savobini ko'rib hayron qoladi. Nima bu deb so'raydi. Dunyodagi ijobat bo'lmay qolgan duolaring deyiladi. Shunda banda orzu qilar ekan, qaniydi dunyodagi birorta duoyim ijobat bo'lmasa-yu, bugun savob o'rnida olsam edi. Savob kerak bo'lgan kunda shunday orzu qiladi. Azizlar, marraga yaqin qoldik. Marra ko'rindi. Marra ko'ringanda poygachi bor kuchini sarflaydi. Biz ham bor kuchimizni sarflaylik. Ramazonga sanoqli vaqtlar qoldi tugashiga. Kimgadir bu Ramazon oxirgi Ramazon bo'lishi mumkin. Va har birimiz bu Ramazonga, balkim bu Ramazon mening uchun oxirgi Ramazondir degan manzilada munosabat ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni tirishib, yopishib ibodat qilaylik, duo qilaylik, foydalanib qolaylikki, Ramazon o'tib ketmoqda. Va keyingi Ramazongacha Ramazonimizni qabul qil va Ramazonga yetkiz deb duo qilib o'tamiz. Banda duo qilar ekan, bandaligini izhor qilayotgan bo'ladi. Hamma narsaning o'zining belgisi bor. Hamma narsaning belgisi, ramzi bor. Duo bandaning bandalik belgisidir. Ya'ni duoga qo'llarni ochib ber deyish, men muhtojman deyish, qo'llarimni ochib turibman, so'raganimni ber deyish, bu bandaning bandalik belgisidir. Banda o'zining bandalik belgisini huzur bilan qilsin, tavozi bilan qilsin, shoshmasdan ilm bilan qilsin va mukammal qilsin. Robbul alamin albatta ijobat qiladi. Bir-birimizni ortimizdan g'oyibona duo qilaylik azizlar. Qachonki mo'min birodaringizning ortidan duo qilganingizda Alloh taolo bir farishtani yuboradi. U farishta sizning duoyingizga amin va lakal misl deb turadi. Amin, senga ham shu bo'lsin deb turadi. Ilgari salaflarimiz bir narsaga muhtoj bo'lsalar, o'sha narsani do'stiga tilab duo qilar ekanlar. Ham do'stiga bo'lardi, ham o'ziga bo'lardi. Kimdir uyida hurrak otib uxlayapti. Ammo kimdir uni o'sha vaqtda ortidan yarlaqab turib duo qilyapti. Chunki uxlayotgan odam uyg'oqligida kimningdir hojatini ravon qilgan bo'ladi. Kimgadir yordam bergan bo'ladi va u g'oyibona uning ortidan duo qiladi. Modomiki ortingizdan duo qilguvchilar bor ekan, birodarlar, Alloh subhanahu va taolo bizga va sizga keng bir saodatni ato etibdi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.